Assalomu alaykum, internet tarmog'idagi kuzatib boruvchilar. 26-yanvar bo'yiga turi 10, eniga turi 10 darvozamiz Kosonsoyga o'rnadi. Darvozamiz o'sha high-tech bo'lsin, 2023-yil internetni portlargan darvozamizdan biri. 2025 gacha mana o'z nimasini yo'qotgani yo'q. Yondorlari shiveller 10/5 rossiyskiy, polni vakrok shiveller bo'ldi. Lisimiz 2 qavat, 1.8. Ichlariga steklavata solib, shumka qilib, utublit qilib, cho'tki qilib yasab berdik. Ruchkalariga ham o'sha neobishni jabachkana ham emas. Nerjebenka foydalandik. O'sha 0.4 qalinlikdagi. O'rtalariga peshburullarga ham 3.2, zamoglari ham Zuber zamok ochilib yopilishiga mana ahamiyat berasizlar. Orqalariga o'sha Geremetex-dan sochib, sentr zamoklarni qo'yib, cho'tki qilib berdik. Kimga shunaqa ruchnoy работа, shtamovka pechat, reflonka temir buyumlari kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib murojaat qilaverasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.